Nimasi endi bu? Kecha kuni piyo festivali qilishadi. Bugun pena festival qilishdi. Bir-birini ustidan ko'piklar qo'yishib, bu yalam-yalang'och kiyimlarda shahvoniy harakatlar qilishib, shayton bazmlari qilishib, bu qanaqa madaniyat qayerda qolib ketyapti? O'zbek madaniyati qayerda qolyapti? Madaniyatga bolta urishyapti, ma'rifatni chopishyapti bular. Hozir shunaqa piyo festivali, shunaqa pena festivallar qilishyapti. Ertaga aroq festivali qilishadi hali. Keyin navigamatlar festivali qilishadi. Nima jinini bo'lsa qilib ketishaveradi. Agar buni kimdir chiqib oldini olmasa. Biz o'zbek bo'lib turib, o'zbek madaniyatimizni yuksakka ko'tarib, boshqalarga ko'rsatish o'rniga o'zimizni sharmanda qilyapmiz. Bu videoni boshqalar ko'radi, boshqa odamlar ko'radi, o'zbeklar qara ahvol deb kuladi. Madaniyatsiz deb kulishadi. Bizning madaniyatimiz qayerda qoldi? U Yevropa nima qilsa o'shani qilavermaymiz-ku axir. Ular tomdan tashlasa, biz tomdan tashlamasligimiz kerak. Qaysi kalla bilan buni qilishyapti? Men boshqalar bunga aralashmayapti. Men hayronman. Bu qanaqa qilib yoshlar hamma buzilib ketyapti. Hozir shunchalik bo'lsa, bilmadim bir 30 yildan keyin nima bo'ladi? Agar shu ketishda bo'lsa, 30-40 yildan keyin ko'chada hamma yalang'och yuradi. Ammo bu ketishda bo'lsa, kimdir oldini olish kerak.